Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken va Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 31-oktyabr Rimda ko'rishdi. Blinken ikki davlat orasidagi raqobatni mas'uliyatchanlik bilan bartaraf qilish uchun aloqa kanallarining ochiq qilishi kerakligini ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministrining bildirishicha, Blinken Xitoyning xalqaro tartibga buzg'unchilik qiladigan va Amerikaning qimmat qarashi va manfaatiga daxl-taruz qiladigan harakatlarga, jumladan kishilik huquq, Hong Kong, Tibet, Sharqiy Turkiston, Tayvan, Sharqiy va Janubiy dengizga harakatlarga qarata andishasini ifodalagan. Ilgari strategik zapsidan neft sotgan Xitoyning ta'minlashdagi qiyinchiligini hal qilish uchun yiqilg'i zapsini setishga tayyorlanayotganligi bildirildi. Davlatlik yemeklik va strategik zapas saqlash idorasi zapas miqdorining yillik aylanishining bir qismi sifatida bozorga solinganligini e'lon qildi. Bloomberg'ning xabar qilishicha, Fransiya prezidenti Macron va Angliya bosh ministri Johnson Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqishidan keyin paydo bo'lgan va yaqinqi kunlarda kun tartibga kelgan baliqchilik masalasidagi jiddiylikni azaytishga qo'shilgan. Fransiya oldin qatta Angliyaning baliqchilik kemisini qo'lga olgan. Angliya mu inkas qaytarib, agar Fransiya tahdidni davomlashtirsa, o'ch olalaymiz deb ogohlantirgan. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Rimda o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini doirasida Xitoy mansabdoshi Wang Yi bilan ko'rishganda ikki davlat o'rtasidagi misli ko'rilmagan darajadagi yaxshi munosabatga diqqat qildi. 20 davlat guruhi rahbarlari uchrashishi doirasida Rimda turayotgan Yevropa ittifoqi komitetining raisi von der Leyen Amerika prezidenti Bayden bilan o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Yevropa ittifoqi bilan Amerika o'rtasida davomlashayotgan po'lat va alyumin tamojna beji ziddiyatida hal qilish chorasining o'tirg'a qo'yilganligini bayon qildi. İsrailiya taratqullarining xabar qilishicha, Isroiliya hukumati Amerikaning yangi jazo yurgizish qaroridan ilgari Washingtonga Eronning uchquchisiz aeroplan programmasiga mas'ul kishilar haqida atrofliq istixborot ma'lumoti bergan. Yaponiyaning poytaxti Tokioda harakat holatidagi poyezdda pichoq bilan yo'lovchilarga hujum qilgan bir kishi vagonga o't qo'yib etgan. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, voqeada 15 odam yaralangan bo'lib, bir kishining yarasi og'ir ekan. Voqea yuz bergan vagonmo ziyonga uchragan.